professional raqsga o'tishi Timur ansambliga kirganimdan deb hisoblayman. Lekin harakatlaringiz, so'zlashlaringizda negadir xorazmcha usullarni ko'rganday bo'ldik, o'xshaydilar. Go'zal Farg'onani, vodiyni qizlari ham shunaqa go'zal bo'ladi. Qayerdan Farg'ona? Farg'onaning Quva tumanidan. San'at va madaniyat fidokori bo'lgansiz. Hozirga qadar 8 yil davomida professional raqs bilan shug'ullanib kelyapman. Ozmi ko'pmi erishayotgan yutuqlarimga ustozim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Charas Jo'raboyeva sababchilar. Katta rahmat aytaman ustozimga. Liboslarni kim tanlaydi? Ustozim bilan birgalikda bu libosni tanlaganmiz. Aynan shu bandaman qo'shig'i. Maxsusan zamon san usmila hofizi bechoradek man bandaman hofizi bechoradek man bandaman sen shahan shohi zamon san usmila hofizi bechora